Davnilarni tushuntirib o'ting. Tamam. Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Mana bugun 2025-yil 4-oyda bo'lgan 3-sodamiz xudo xolasa Urganch g'oyibidan og'alarimiz kelibdi. 3 ta og'ayni xudo xolasa birlashib bir dona mustaqilimizni oldi. Akkumulyatorlarına keladigan bo'lsak, kuzovlarni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, 6 akkumulyator 1800 ming, 130 180 kuzov kengligi 1,5 tonnalik deb aytiladi. Vaqasına keladigan bo'lsak, naqd pul og'amizga xudo xolasa Urganch g'oyibidan kelgan ekan. Naqd pul 14 millionga istir oldu. Razımısınız? Tavsiyangizni xalqimizga, elatimizga. Ajoyib. Oybeka, bu yerlari nobu ne? Bir yerlarida bir narsalar bor-ku buni. Mana. Salomat bo'ling. Razımızsak savdomizdan, muomalamizdan. O'zingizdan rozi bo'ling. Tabriklaymiz. Yaxshi kunlar amining. O'tloq uzoq bo'lsin. Bellarına keladigan bo'lsak, yonboshga yotgan vaqtida pol bilan teng turadigan narsasi bu. Mustahkam hisobi, havo. Masakillarimizni ko'rasizlar, xudo xolasa har xil turdagi assortimentlarimiz ko'p. Kelib ko'rib xarid qilaverasizlar. Masakillarimiz, videomuz yoqqan bo'lsa, xudo xolasa bir like, abuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz azizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videomuz kengroq tarqalishi uchun xudo xolasa do'stlarga jo'natib qo'yamiz. Videomuz yoqqan bo'lsa, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Uchir samolyoti.